Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'dan yordam so'rab tafsir darsimizni davom etkazamiz. Baqara surasining 3-oyatiga to'xtalgan ekanmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Baqara surasining 3-oyati. Allazina yu'minuna bil g'aybi ve yuqimuna as-salata ve mimma razaqnahum yunfiqun. Ma'nosi taqvodor bo'lgan insonlar g'oyibga iymon keltirishadi. Va yuqimuna as-salata. Ular namozlarini ado qilishadi. Ular namoz o'qishadi deyapti Alloh taolo. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Alloh taolo ularga rizq qilib bergan narsalardan infoq qilishadi. Alloh taolo mana bu oyatda taqvodor insonlar sifatlarini Alloh taolo bayon qilyapti. Birinchisi allazina yu'minuna bil g'ayb. Taqvodor bo'lgan insonlar g'oyibga iymon keltirishadi deyapti. Iymonning sharti 6 ta. Birinchisi al-imanu billah. Birinchisi Alloh taoloning bor ekanligiga iymon keltirishlik. Ikkinchisi al-imanu bil malaika. Farishtalarga iymon keltirishlik. Alloh taolo yaratgan maxluqlarning ichida Alloh taolo farishtalarni yaratgan. Alloh taolo farishtalarni nurdan yaratgan. Mana shu farishtalarga iymon keltirishlik. Uchinchisi al-imanu bil kutub. Kitoblarga iymon keltirishlik. Tavrot, Zabur, Injil va Qur'on. Mana shu kitoblarga iymon keltirishlik. To'rtinchisi al-imanu bil rusul. Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarga iymon keltirishlik. Alloh taolo qancha payg'ambar yuborgan bo'lsa, ana shu payg'ambarlar hammasiga iymon keltirishlik. Beshinchisi al-imanu bil yawmil axir. Oxirat kuniga iymon keltirishlik. O'lgandan keyingi qayta tirilishlikka iymon keltirishlik. Oltinchisi al-imanu bil qadari va xayrihi va sharrihi. Oltinchisi yaxshilik va yomonlik Alloh tarafidan ekanligiga iymon keltirishlik. Qadarda yaxshisiga ham, yomoniga ham iymon keltirishlik. Mana shu iymonning 6 ta sharti. Ikkinchi taqvodor odamlar sifati yuqimunas solah. Alloh taolo taqvodor odamlar sifatlarini, ular namozlarni ado qiladi deyapti. Namozni farzlariga, vojiblariga, sunnatlariga e'tibor qilishadi. Namozni o'zining vaqtida ado qiladi. Uchinchisi va mimma razaqnahum yunfiqun. Alloh taolo ularga rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi deyapti. Mana shu infoqlardan birinchisi agar molida zakotga qodir bo'lsa zakot beradi. Molidan sadaqat qiladi. Molidan Alloh yo'liga sarflaydi. Mana shu taqvodor odamlar sifati. Alloh taolo hammalarimizni muttaqin bandalardan qilsin.